Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh qarindoshlar. Bizning bugungi cho'ng gunohlar darsimizning 9-cho'ng gunoh urug' tuqqanchilikni o'zish. Alloh taolo bu haqda Sura Nisoning 1-oyatida mundaq deydi: bir-biringlardan narsa so'raganda nomi bilan so'raydigan Allohdan qo'rqinglar. Sizlar rahimni uzib qo'yishdan saqlaninglar deydi. Ondan başqa Sura Muhammadning 22 va 23 oyatlarida sizlar islomdan yuz o'risanglar zaminda buzuqchilik qilarsizlarmi va sizlar rahimni uzib qo'yarsizlarmi? Ana shunday kishilarni Alloh rahmatidan jiroq qildi. Ularni haqni anglashdan g'oz qildi, hidoyat yo'lini ko'rishdan ko'r qildi deydi. Ondan başqa Sura Ra'dning 20 va 21 oyatlarida bo'lsa, ular Allohning ahdisiga, ya'ni Alloh topshirgan ishlarga vafo qiladi, bergan va'dasini buzmaydi. Ular Allohning xish aqribolariga sizlar rahim qilishdan iborat amrini bajo keltirdi. Allohdan qo'rqadi, qattiq hisob elinishdan qo'rqidi deydi. Bundan başqa Sura Baqaraning 26-27 oyatlarida bo'lsa, Alloh bu misol bilan nurg'un kishilarni uni inkor qilganlikdan ozdirdi va nurg'un kishilarni uni tasdiqlaganlikdan hidoyat qildi. Shu orqali faqat fosiqlarni ozdirdi. Fosiqlar Allah va'da olgandan keyin va'dasini buzdi. Allah ulashqa buyurgan şeyini üzüp qo'ydi, ya'ni sil rahim qilmaydi. Yer yuzida buzuqchilik qiladi. Ana shular ziyon tortquchilardir deydi. Bandi bilan Alloh o'tirsidagi eng cho'ng ish Allohning bandisidan ahdi elishidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq deydi: sil rahimni uzgan kishi jannatga kirolmaydi. Birlik kelgan hadis. Shuningga bir-biriga urug' tuqqanlarga sil rahim qilish, u urug' tuqqanchilikni uzishning o'zi ig'ir gunoh, cho'ng gunohlarningki birisi qarindoshlar. Bu narsaga alohida diqqat qilishimiz kerak. Bu işlarga ahamiyet verişimiz gerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımızdaydı. Kimki Allah'a ve kıyamet günüge iman keltirse sil rahim qilsin. İmam Buxoriy rivayet qilgan sahih hadis. Allah'a ve kıyamet günüge iman keltirip ben Müslüman degan kishi sil rahimni uzib qo'ymasin demoqchi. Bu meselege ahamiyet veriş gerek qarindoshlar. Ondan başqa o'ziga qilingan yaxshilikqa yaxshilik qaytargan kishi sil rahim qilguvchi hisoblanmaydi. Haqiqiy sil rahim qilguvchi o'ziga sil rahim qilishni uzgan kishi sil rahim qilgan bo'lib hisoblanadi. Ya'ni sil rahim qilgan, yaxshilik qilgan odamga yaxshilik qaytargan adam sil rahim qilguvchi hisoblanmaydi. Haqiqiy sil rahim qilguvchi o'ziga sil rahim qilishni uzgan kishiga sil rahim qilguvchidir. Ya'ni yaxshilik qilishni uzgan odam, ya'ni urug' tuqqanlar orasidagi bir-biriga qaramaydigan jidallashishdan o'zini jidallashib, o'zini qochib urug' tuqqanchilikdan kechgan odamga izdab so'rab yaxshilik qilgan, sil rahim qilgan odam haqiqiy sil rahim qilguvchi hisoblanadi deydi İmam Buxoriy, İmam Tirmizi, Abu Davud, İmam Ahmadlar rivoyat qilgan sahih hadis. Shuningga bu masalaga qattiq ahamiyat berishimiz kerak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yana bir hadisda, hadisi Quddusda mundaq deydi: Alloh taolo mundaq deydi: men Rahmanman. Rahman sil rahim demektir. Kimki sil rahimga rioya qilsa, men uni himmatimga erishtirman. Kimki uni uzib qo'ysa, men uni rahmatimni uzib qo'yman.
Tirmizi, Abu Davud, İmam Ahmad ve İmam Hakim rivayet kılgan Sayyid İbrahim senedi Hasan degan Hasan hadis. Şununla bu meseleye ahmet verişimiz kerak arkadaşlar. Arkadaşlar arasında bulup urug' tuqqandochilik arasında bir qo'saq qarindoshlar arasida mı bazı mal dünya izzat obro'y talashish degandek har xil ishlar bilan yoki miros talashish ishlari bilan bir-biridan munosabatni uzib qo'yadigan, qarindoshlikni uzib qo'yadigan ishlar bo'ldi. Bu ig'ir gunoh. Bunday gunoh ishlarga kirib qilishdan qattiq saqlanishimiz kerak qarindoshlar. Mayli qandoq bo'lishidan qat'iy nazar urug' tuqqanlarimizdan, qarindoshlarımızdan ve dini qarindoshlarımızdan sil rahim qilishni uzib qo'ymasligimiz, munosabatni uzib qo'ymasligimiz kerak. Burun biz o'rgangandek musulmon 3 kungacha salomlashmasa ig'ir gunoh bo'lganligi to'g'risida hadislarni o'rgangan. Shunga bu masalaga ahamiyat berishimiz kerak. Qarindoshlar, bu cho'ng gunohlarning 9-chisi bo'lib, urug' tuqqandochilikda urug' tuqqanlikni uzish ig'ir gunoh, cho'ng gunoh hisoblanadi. Bunga alohida diqqat qilishimiz kerak. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin.